Oldin boshingiz og'rib turarmidi? Yo'q, unchalik emas. Yana boshqa nimadirlar bezovta qilarmidi sizni? Yo'q. Aniqmi, boshqa hech narsa bezovta qilmaganmi? Ayolingiz bir daqiqaga chiqib tursalar bo'ladimi? Shundoq chiqib tur. Aka, ayolingizni boshida o'simta bor. Tushunmadim. Qanaqa o'simta? Aka, bu o'sma juda xavfli. Davolashni imkoni bor, faqat bizda emas. Aka, umuman olib qaraganda bu o'sma xavfli. Hech kim bilmaydi qachon rivojlanib o'sib ketishini. Bir hafta ham bo'lishi mumkin, hatto 1 yil ham. Xohlasangiz sizga shu ish bilan shug'ullanadigan bir akamiz borlar. Shu yerdan ko'p kasallarni xorijga jo'natib berishadi. Shu inson bilan bog'laning. Juda ko'p insonlarning shifo topishlariga sababchi bo'lganlar. Balkim doktor adashgandir. Bilmadim. Adashgandir. Shunaqami? Gapirsangiz-chi. Nima deyishni ham bilmayman. Men hali yashashni xohlayman-ku. Unaqa gaplarni gapirma. Ne gapirmayman, hozirgina doktor nima dedi? Xavotir olma. Hali biz ko'p kurashamiz. Doktor ko'ziga qaradingizmi? U ham umid yo'q deb qaradi. Sizdami? To'yimizdan oldin bolalarimiz qanaqa bo'lish haqida gaplashardik. Esimda Sevara, esimda. Qiz bo'lsa nima ism qo'yamizdir deb. Muslima derding. 2 yil kutdik. 2 yil. Men unaqa gaplarni eshitishni xohlamayman. Yo'q. Sevara, men seni yo'qotishni istamayman. Men qandoq bo'lmasin, qancha pul ketsa ham, qayerga borish kerak bo'lsa ham, men seni davolataman. Agar kech bo'lgan bo'lsa-chi? Men bilaman, hech qachon kech bo'lmaydi. Agar men bo'ldi qil. Sen meni eng katta baxtimsan. Farzandimiz ham, orzuyimiz ham keyin albatta bo'ladi. Otabek, men o'lishni xohlamayman. Sen unaqa o'ylama. Sen o'lmaysan. Va'da berasizmi? Albatta va'da beraman. Biz hali farzandli bo'lamiz. Hali o'ynab kulamiz. Hali bu kunlarni baxtli ko'z yoshlarimiz bilan eslaymiz. Nima bo'lgan taqdirda ham men seni qo'lingni qo'yib olmayman. To'xta. O'tir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozirgina doktordan keldilaringmi? Ha. Demak, hammasini bilasan. Ha, bilaman. Unda nimaga indamay o'tiribsan? Seni o'rningda bo'lganimda allaqachon javobini bergan bo'lardim. Oyi. Nima oyi? Boshidan aytganman senga. Mana shu qiz menga yoqmayapti, olma deganman. Eshitmading? 2 yil bo'lyapti. Men ham nevara ko'rishni xohlayman. Farzandni Xudo beradi-yu, oyi. Endi bermaydi.
Doktorning gapini eshitmadingmi? Avval farzandi yo'q edi. Endi kasalan bo'lib chiqdi. Sal sekinroq gapiring. Keliningiz eshitishi mumkin. Eshitsin. Eshitsin. Haqiqat mana shunaqangi achchiq bo'ladi. Men seni o'ylayapman, bolam. Ertaga dori, haligi shifoxona deb kuning o'tadimi? Umring kasalxonada o'tib ketadi-yu. Nima bo'lsa ham yonida bo'laman, oyi. Senga xotin bo'lib, senga nima berdi? Ha? U menga baxt berdi, oyi. Qanaqa baxt to'g'risida gapiryapsan, bolam? 2 yildan beri farzand yo'q. Yuzingda kulgi ko'rmayapman-ku. Qanaqa baxt to'g'risida gapiryapsan? Oyi, iltimos. Erkak kishini nasli davom etish kerak. Oyi, u tirik inson. Unga buyumdek qaragandek qaramang. Menga qara, bolam. Kasal odam bilan kelajakni qurib bo'lmaydi. Hali ham kechmas. Ajrash. Mabodo sog'ayib ketsa, o'zini yo'lini ko'rib ketadi. Sen farzand ko'rishing kerak, nasl qoldirishing kerak, bolam. Men ham sog'lom nevaralar ko'rishni xohlayman. Meni ham boylab bergan yo'q. Oyi, iltimos. Bu gapni boshqa aytmang. Aytaman, chunki seni kelajagingni o'ylayapman. Ertaga operatsiyaga millionlab puling ketadi. Qayerdan topasan? Oyi, men pul topaman. Qayerdan deyapman? Kerak bo'lsa qarz olaman. Mashinamni sotaman. Agar mashinam yetmasa, kerak bo'lsa uyimni sotaman. Nima? Nima deding? Uyni sotaman dedingmi? Bola, men tirik ekanman, bu uy sotilmaydi. Uyni sotarmish. Bir kun o'lib ketadigan odamga nima uyni sotasanmi? Oyi, baribir bir kun hammamiz o'lamiz-ku. Sen meni tushunmayapsan. Uysiz, kelinsiz, nevarasiz qolib ketamiz, bolam. Nima, keyin ko'chada yashaymizmi? Men unga to'y kuni va'da berganman. Yaxshi kuningda ham, yomon kuningda ham har doim yoningda bo'laman deb. Men uni kasal bo'lib qolgan paytida tashab keta olmayman, oyi. Keyin afsus qilasan. Yo'q. Bugun yuz o'girsam, butun umr afsus qilaman. Senga meni gapim bir tin ekan. Yo'q. Sizni hurmat qilaman. Sizni yaxshi ko'raman. Siz meni oyimsiz. Oyi. Bir safar tanlov meniki bo'lsin. Yaxshi o'tiribsizmi, oyijon? Shundoq jonga tegdi. Sizni mana shu dorilaringiz. Dorilar ham tugamadi. Muammolar ham tugamayapti. Oyijon, choy damlab beraymi sizga? Kerak emas choy. Jonimga tegdi. Sizni menga choyingiz ham kerak emas, mehringiz ham kerak emas. Menga qarang. O'tiring, sizga gapim bor. Eshitaman sizni. Mana 2 yil bo'ldi kelin bo'lib kelganingizga. Navara bor. Bu uyda na quvonch bor. Endi esa bu kasallik. Jonimga tegdi. Sezyapsizmi? Hamma og'irlik meni o'g'limni bo'yniga tushyapti. Siz hammasini ataylab qilyapsiz. Chunki sizni yaxshi ko'radi, buni bilasiz. Shuni bilib turib, bolam bechorani sevgisidan foydalanyapsiz. Yo'q, oyijon, unaqa emas. O'chiring. Nimaga yo'q? Shunday. Kasalxona yugurib, yelib yuribdi bolam bechora. Bor topganini sizga sarflayapti.
U ham odam, dunyoga bir marta keladi. O'zini orzu havaslari bor. O'ylayapsizmi shuni? Men ham ularni baxtli bo'lishini xohlayman. Unda qo'yib yubor. Baxtli bo'lsin u ham. Ajrashgin. Uyingga ket. Oyijon. O'g'limni tinch qo'y. U ham hayotga bir marta keladi. U ham yosh, sog'lomiga uylansin, farzandli bo'lsin. Ana o'shanda sen aytgandek baxtli hayot kechiradi. Ular meni yaxshi ko'radilar, oyijon. Menga qara, sevgi hamma narsani hal qilmaydi. U operatsiyanga hali qancha pul ketadi, bilasanmi shuni? Nima uni kapangado qilmoqchimisan? Xafa bo'lmagin-u. Sen kelganingdan beri uyimizda muammo armayapti. Men ketishni xohlamayman, oyijon. Agar eringni yaxshi ko'rsang, unga yaxshi bo'lishini xohlasang, ketasan. Ajrashishni o'zing taklif qil. Menga qara. O'g'lim seni qancha o'ylayapti. Bir marta bo'lsa ham. Agar sevsang, vijdoning bo'lsa, o'g'limni o'yla. Mani ajrashadigan ayolim yo'q. Sevgi, sevaman deysan. Sevgini yaqindan turib emas, uzoqdan turib bo'lsa ham qilish mumkin-ku. Bolam qiynalib ketyapti. Bolamni azoblama. Ket. تو کافر دل نمیبندی نقاب